Boshqa mashinalarga ziyon yetkazmaslik uchun Mark mashinani jarga qarab burgandi. Mashina salonida bo'lgan barcha 4 ta inson halok bo'lgandi. 911 bilan bo'lgan suhbat juda tez tarqalib ketdi. Mashinada bo'lganlarning barcha yaqinlari Toyota'ni ayblashni boshlashdi. Tez orada Toyota'ga minglab shikoyatlar kelib tusha boshladi. Mashina to'satdan tezlashib ketdi va beton devorga borib urildi. Keyingi 5 yil ichida 90 tadan oshiq odam Toyota mashinalarida avariya bo'lib halok bo'ldi. Toyota'ning bu qilgan ishi juda uyatli. U qoidalarga va xaridorlar xavfsizligiga e'tiborsiz bo'lganini ochiqdan-ochiq ko'rsatdi. Hamma Toyota'ni ayblaganidan keyin kompaniya 10 million mashinani qaytarib oldi va bu uchun xaridorlarga 1,2 milliard dollar to'ladi. Undan tashqari AQSh hukumatiga ham 1 milliard dollar jarima to'lashiga to'g'ri keldi. Aslida Mark Saylor bilan nima sodir bo'lgan edi? Bu avariyada rostdan ham Toyota'ning aybi bormi yoki aynan Mark Saylor aybdormi?